First question is, Birinchi savolim, 150 assambleyani O'zbekistonda o'tkazishning xalqaro diplomatiya va hamkorlikdagi roli qanday ahamiyatga ega? Bu O'zbekistonda bo'layotgan tarixiy voqea. Chunki 150-assambleya Markaziy Osiyoda birinchi marta o'tkazilmoqda. O'zbekistonga mening birinchi marta tashrifim va O'zbekiston juda mehmondo'st davlat. Biz bu yerda bo'lganimizdan juda xursandmiz. Janubiy Amerika, Ekvador, O'zbekiston madaniyati haqida bilmas edik. Endi bu yerda biz rivojlanish, hamkorlik va O'zbekiston xalqi haqida ko'p narsalarni ko'rishimiz mumkin. Biz bu yerda bo'lganimizdan juda mamnunmiz va universitetlardan ko'plab volontyorlarni ko'rdik. Ko'plab yoshlar ingliz tilida, bizning tilimizda gaplashib, volontyor bo'lishga va O'zbekiston madaniyatining elchilari bo'lishga harakat qilishmoqda. Shunday ekan, buni ko'rib juda xursandmiz. Bugungi dunyoda parlamentlararo ittifoqning ahamiyati nimada? Bu juda muhim. Parlamentlararo ittifoqi hozir adolat, gender tengligi haqida gapirish uchun muhim maydon. Va bu albatta xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun muhim. Biz ko'plab universitetlar, institutlarni ko'rdik. Ular yoshlar uchun yaxshiroq ta'lim berishga harakat qilishmoqda. Hozir O'zbekistonda biz ta'lim haqida ko'p narsa o'rgandik. Biz ko'plab universitetlar, institutlarni ko'rdik. Ular yoshlar uchun yaxshiroq ta'lim olishga harakat qilishmoqda. Bizning davlatimiz Ekvador ham mamlakatimizda shunday amaliyotlarni xohlaydi. Universities, institutes trying to get the better education for young people. Our country, Ecuador, wants that kind of practice in our country. Okay, thank you so much. That's all of my questions.